SPF'lardagi UVA yoki UVB, umuman olganda PA++ 50 belgilarini bugun sizlarga challengening 11-kunida qanday ularni farqlay olish va nima uchun ekanligini aniqlab beraman. SPF'lardagi UVB va UVA quyoshdan keladigan tashqi nurlar va ichkariga kiradigan nurlarni aniqlab beradi. Ya'ni UVB bu SPF 30, 50 deymiz, mana ustimizni himoya qilish darajasi. Ana shu narsani belgilab bersa, UVA esa sizlarni pigmentatsiya hosil qilib quyosh nurini ichgacha kirib boruvchi nurlardan himoya tizimi haqida aytiladi. Ya'ni pigmentatsiya, kollagen ishlab chiqarishning kamayishi, qarish, osilish ularni keltirib chiqaradi. Shu sababli UVB emas, faqatgina UVA ham bo'lish kerak, sababi albatta terini ichkaridan himoya qilish kerak. Undan tashqari, SPF tarkibidagi pluslar esa UVA darajasini bildiradi, ya'ni himoya qilish darajasi. Bitta plus, ikkita plus, uchta va to'rtta plus. Bu sizning yuzingizni to'laqonlik ichkari va tashqaridan bemalol himoya qila olishligini bildiradi. Agar siz yuzingizda muammolarim tezroq hal bo'lsin yoki muammo tushmasin desangiz, albatta SPF ni yaxshisini xarid qilishga harakat qiling. Sababi SPF sizga barcha uxotlaringizning yaxshi ishlashini, muammoning kengayib ketmasligini ta'minlab beradi. Ha, aytgancha, bu marketing emas, bu butun jahon bo'yicha isbotlangan narsa. SPF har qanday yuz uchun kerak.